Başladim. Demak, bugundan boshlab siz bilan mental his, ruhiy salomatlik muammolari haqida ilmiy tahliliy hamda meta analiz, shu bilan birgalikda ayollarda ko'krak qafasida og'riq, oyolarda og'riq, vazn ortishi, charchoq, asabiylik hamda taranglik, shu bilan birgalikda kortizol haqida odatda hech kim aytmaydigan haqiqat faktlar bo'yicha gaplashamiz. Birinchi mavzumiz kortizol ayol. Juda ko'pchilik kortizol deganda dahshatli narsani tushunishadi, stressni dushman deb qabul qilishadi ustoz. Keling shu haqida boshida gaplashsak, insonlarning salomatligiga ham ta'sir qiladi, lekin u haqida asl haqiqatlar qanaqa? Yaxshi. Birinchi navbatda biz kortizol haqida gap ketganda yoki stress haqida gap ketganda ilmiy asosini ko'rishimiz kerak-da. Sabab o'zi nimada? Sababini aniqlay olmasdan turib yechimga o'ta olmaymiz. Korreksiya qila olmaymiz yoki bo'lmasa terapiya qila olmaymiz. Umuman olganda kortizol ayol deb nomlanishi ham shundaki, ko'pchilik ayollar kortizoldan qo'rqadi. Kortizol nima? Birinchidan, kortizol bu stress gormoni. Oddiy qilib tushuntiraman. Mana bizning bosh miya bor. Bosh miyada amigdala degan qism bor. Amigdalaning asosiy vazifasi obrazli qilib tushuntiradigan bo'lsak, qo'riqchi. Taningizni qo'riqchisi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar tashqi faktorli omillar yoki muammolar bormi? Amigdala birdaniga emotsional his-tuyg'ularingizni, emotsional aytaylik ruhiyatingizni, emotsiyalaringizni qo'zg'ab yuboradi. Tushunyapsiz? Jahl chiqishi, yig'lashingiz yoki bo'lmasam yurak tez urishi yoki bo'lmasa og'riq, ko'krak qafasida og'riq nimani hisobiga? Amigdala aytadiki, muammo bor deydi. Muammoni bartaraf qilish kerak. Yo muammo bilan kurash, yo muammodan qoch deydida. Ikkita gormonga buyruq beradi. Birinchisi stress gormoni, kortizol, buyrak usti bezida ishlab chiqariladi. Ikkinchisi adrenalin. Adrenalinni ko'p ishlab chiqarilishi nimaga sabab bo'ladi birinchi navbatda? Yuragimiz tez uradi-yu, xavf bo'lganda. Shunda obrazli qilib tushuntiraman. Xonangizga ari kirib qoldi. Xonangizga ari kirib qoldi, to'g'rimi? Arini chiqarib olish uchun qanaqa harakat qilasiz? Birinchi qo'limga tushgan narsa bilan quvaman. Shunda tanada, ruhiyatda qanaqa o'zgarish bo'ladi? Men himoyalanish uchun harakat qilaman. Nima uchun? Adrenalin oshganligi uchun. Ya'ni arima uchun xavf, chaqmasligi uchun o'zim himoya qilaman. Da, yashang. Yo chiqarib yuborasiz, chiqarib yubormasangiz, yubora olmasangiz nima qilasiz? O'ldiraman. O'ldirasiz. Shunaqa vaziyat hech o'zingizni tekshirganmisiz? Diagnoz qilganmisiz? Qanaqa jarayon kechadi tanada? Xavf bilan kurashayotganingizda. Tanada taranglik, ichkarida haroratni oshishi, titroq bo'lishi mumkin, vahima. Ichkaridagi adrenalin tanamga ko'chib reaksiya qilayotganini his qilaman. Buni demak amigdala himoya qil tanani deydi. Tushunyapsiz? O'shaning uchun terlab ketamiz. Oddiygina ari bo'lmas, ari to chiqib ketmaguncha terlab ketamiz. Yurak tez urishni boshlaydi, chunki biz xavf bilan ro'baro kelyapmiz. Lekin degan joy bor. Bizda aslida arini xonaga kirib qolishi ham stress, lekin yillar davomida biz botib qoladigan stresslar ham bor. Nima uchun xavf? Agar kortizol me'yorda, normada bo'ladigan bo'lsa, bu xavf emas. Uni vazifasi juda ham ajoyib. Qon bosimingizni nazorat qilib turadi kortizol. Normada bo'ladigan bo'lsa, tana haroratingizni, tushunyapsiz? Keyingi holatda bo'ladigan bo'lsa, qondagi shakar miqdorini, yurak urishini, insulinni, kayfiyatingiz, energiya. Bu kortizol me'yorda bo'ladigan bo'lsa, bu siz bilan do'st. Ana endi siz aytgan narsa surunkali stress. Ya'ni kortizol tushmay qolsa, shakar miqdori tushmay qolsa, o'sha organizmdagi adrenalin tushmay qolsa, haqiqiy muammo o'shandan boshlanadi. Ya'ni misol uchun shunchaki to'yib uxlamaslikning sababi ham melatonin to'g'ri ishlab chiqarilmasligidan, ya'ni kortizol tushmagandan keyin melatonin normal ishlab chiqariladi. Shunaqa. Dopamin, serotoninlar haqida ham gaplashamizmi? Albatta, ularni endi keyingilarga olib qo'yamiz. Hozir ko'proq kortizol va stress bo'yicha. Mana kortizol ko'ryapsiz, o'zi yomon emas, me'yorda bo'ladigan bo'lsa, endi kortizol yuqori bo'ladigan bo'lsa, ilmiy tadqiqotlar shuni isbotlaganki, emotsional stress ayollarda kortizolni ishlab chiqarish erkaklarga nisbatan balandroqligini ko'rsatgan. 2 marta balandroq ishlab chiqarish. Aynan emotsional stress paytida ayollarda kortizol baland bo'ladigan bo'lsa, qanaqa signallar bo'ladi? Ko'rib chiqamiz. Birinchisi uyqu buziladi.
eng asosiy faktor uyqu buziladi. Ikkinchisi immunitet susayishni boshlaydi. 3 hamma qo'rqadigan nima oshib ketadi? Testosteron. Yo'q. Qaniydi? Vazn. Vazn ortishi, Vazn charchoq. ortishi. Shunda bu semirish, himoya tizimidagi buzilish degan fikrni yana mustahkamlab ketadi. Albatta, va bundan tashqari baribir ayol kishi o'ziga oro berishni yaxshi ko'radi. Uydagilariga, misol uchun turmush o'rtog'iga chiroyli ko'rinishni xohlaydi. Natijada kortizol oshishi, bilasizmi? Sochlarni to'kilishiga, tirnoq mo'rtlashiga ko'p faktorlar. Ya'ni klinik holatga o'tdi deganida. Keyin bu zanjir o'z-o'zidan Mana dushman bo'lishni boshlaydi. Kortizol baland bo'ladigan bo'lsa, sizga dushmanlik qilishni boshlaydi, tanangizga dushmanlik qilishni boshlaydi. Sababi buni tepasida kim turibdi? Buni tepasida amigdala. Nima qilib bo'lmasin, muammoni xavf bartaraf qil, xavfni yo'qot, kerak emas deb doimiy ravishda amigdala giperfaol holatda turadi. Muammo shunda. Stress bilan surunkali stressning farqichi? Endi stress o'zi biz analiz qilamizda. Stress o'zi nima? Stress o'zi odatda kundalik yumushlarimizda uchraydigan muammolar, uydagi muammolar, xuddi shunday yuzaga keladigan va o'tib ketadigan muammolar. Surunkali stress esa o'sha xavf tizimi muammo o'tib ketgandan keyin ham yopilmasligi, ketmasligi. Shunaqa. Endi biz ko'rishimiz kerak Husnora. Stress qachon o'zi vujudga keladi? Qaysi mexanizmlar ishlamasin, stress vujudga keladi. Mashhur uchlik degan termin bor psixologiyada. Birinchi navbatda ehtiyojlar qondirilmasligi. Buni gaplashamiz. Ikkinchi holatda qadriyatlaringiz va maqsadlaringizga xavf tug'ilganda insonda stress vujudga kelish boshlaydi. Buni qanaqa tushunishimiz mumkin? Misol uchun mana ehtiyoj bor. Sizni ehtiyojingiz nima? Pul. Hop. Pul. Tasavvur qiling, pul deb aytyapsiz. Yaxshi. Ana endi bozorga chiqyapsizda, yaxshi bir kiyim olmoqchisiz. Kiyim aytaylik $300 turadi. To'g'rimi? Sizda $150 bor. Natijada o'sha kiyimni olishga siz resursingiz yetmaydi. Natijada sizda nima boshlanadi? Stress boshlanadi. Bosim. Ya'ni Qachon qanaqa jarayon bo'ladi miyada? xavf, muammo yakuniga yetmadi, hal qilishim kerak. Bu stress menda shunda yana qo'shimcha $150 ni topmagunimgacha davom etadi. Xuddi shunaqa, ya'ni birinchi asosiy faktor, oddiy primitiv tushuntiradigan bo'lsak shunaqa. Agar resursda insonni resursi tugadimi, u ma'naviy bo'ladimi, moddiy bo'ladimi, psixologik bo'ladimi, ijtimoiy bo'ladimi, mana shu resurs tugadimi, bo'ldi. Xavf vujudga keladi degan inson. Shunda men agar 3 kun ichida qo'shimcha $150 ni topa olsam, bu menda stress va yakunlangan stress. Agar men 1 oy, 3 oy yoki 2 haftadan ortiq muddatda bu pulni topa olmasdan o'zim yeb yursam, surunkali stress. Oddiy qilib aytganda, resursingiz yetmasa, resursingizni joyiga qo'yib qo'ya olmasangiz, albatta u surunkali stressga va bo'lib ham ertaga emotsional stress olib kelishi mumkin. Maqsadlarniki qanaqa bo'ladi? Qanday maqsad? Ya'ni ehtiyojlarning stressi, misol keltirayotganda, ehtiyojlarning stressi mana $150 borligi bo'ladigan bo'lsa, maqsadlar bo'yicha yuzaga keladigan stress qanday bo'ladi? Ana endi shuni hozir piramida, ya'ni ehtiyojlar piramidasi asosida, Maslow piramidasi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Chunki juda ham muhimda bu. Maslowni o'zini bir zo'r gapi borda. Inson dastlabki, ya'ni biologik ehtiyojlaridan to yuqori ehtiyojgacha, ya'ni 5-qo'shimcha, ya'ni yuqori ehtiyojga chiqar ekan, u o'zini eng zo'r versiyasini namoyon qiladi deydi. Tushundingizmi? Ya'ni qondirib borsa, har bitta ehtiyoj, har bitta zinaga chiqqaningizda ehtiyojlaringiz qondirib borilsa, siz o'zingizni shaxs sifatida, inson sifatida eng zo'r versiyangizni namoyon qilasiz. Topib, shakllantirib, namoyon qilib. Albatta. Endi muammo nimada? Ehtiyojlar qondirilyaptimi yoki yo'qmi? Birinchi ehtiyoj biologik ehtiyoj hisoblanadi. Uyqu, ochlik. Ochlik, uyqu, misol uchun nasl qoldirish, yeb ichishingiz, ya'ni bu yerda tana nima deydi? Biologik ehtiyojlar qondirilar ekan, men yashayapman degan signalni beradi. Ya'ni mamnun bo'ladi. Endi biz ikkinchi ehtiyojga o'tamiz. Xavfsizlik. Siz qachon o'zingizni xavfsiz his qilasiz? Qachon o'zimni xavfsiz qilaman? Uyingiz bormi? Ha, mashinam bor, pulim Uyingiz bor, bor, mashinangiz bor, qorningiz to'q. Yanachi? Sog'lig'ingiz joyida, ishlayapsiz. Hamma tinch, munosabatlar xotirjam. Mana bu
xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojingiz. Agar insonda xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj qondirilmasa, bunda ham nima bo'ladi? Stress bo'ladi. Stress bo'ladi. Shunda men qornimni to'ydirdim, lekin ertaga yeydigan ovqatim bo'lmasa, bugun kunim o'tyapti, lekin uyim bo'lmasa, ya'ni o'zimni xavfsiz, ya'ni ertangi kunga tayyor his qilmasam, men bu ikkinchi darajali etapga o'ta olmayman. Ya'ni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, albatta bu resurslar. Oddiy qilib aytsak, stress insonda resurslar tugaganda vujudga keladi. Mana bu ikkinchisini, endi uchinchisini nima deb aytadigan bo'lsak, uchinchisini bu tegishlilik. Siz kimga tegishlisiz? Hozir ota-onamga. Ota-onamga, ya'ni oilangiz bor. Ha, xuddi shunday. Katta guruhlar, kichik guruhlar. Jamoadaman. Jamoadasiz. Misol uchun, guruhingiz necha edi sizlar? 22-35. 22-35 guruhga keldingizda, aytaylik, qaysidir o'rtog'ingiz oldiga o'tiryapsiz. Bor, bu yerda o'tirma, anta o'tir desa, sizda qanaqa jarayon vujudga kelishni boshlaydi? Vahima, men o'rnimni topolmadim. Kerak joyda emasman. Qayer meni joyim? Endi ikkinchi odam oldiga borib o'tirmoqchi edingiz, u ham sizni haydayapti. Institutga kirsammi, gruppamni topolmasam ham xuddi shu jarayon yuzaga keladi. Yoki institutga kirdirishmasa ham o'zimni talaba sifatida his qila olmasam. Ana endi eng siyqasi chiqqan qaynona kelin muammosi nima uchun vujudga kelishini topdingizmi? Nima uchun ekan? Qabul qilinmaganligi uchun. Qabul qilinishga bo'lgan ehtiyoji, tanlanishga va tashlab ketilmaslikka bo'lgan ehtiyoji. Albatta. Sababi inson bu ehtiyojida qondirilsa, men sevilyapman, men qabul qilinyapman deb o'ylaydi. Agar bu narsani signalni olmasa, o'z-o'zidan stressga boradi. Shunda buni ildizi qaysidir joyda bolalik bilan bog'liqmi? Ya'ni biz bola paytimizni o'zimizni kerakli yoki tanlanmagan his qiladigan bo'lsak, aynan o'sha tanlanishni biz sevgi, baxt deb hisoblaymiz va xavfsizlik deb hisoblaymiz. Katta bo'lganda o'sha narsani tasdiqini olishga harakat qilamiz va qaynonamiz bizani tasdiqlamaydi, keyin muammo boshlanadi. Shunaqa. Endi bu qadriyat bo'lib qolgan bizda. Qadriyat darajasiga singib ketgan darajasi. Shuning uchun buni boshqalardan bir ko'rib chiqish kerak. Mayli, oila mavzusiga ham ko'ramiz, lekin hozir stress bo'yicha, kortizol bo'yicha ketamiz. Keyingisi endi mehr va yaqin ehtiyoj aytdik va hurmat qozonishga bo'lgan ehtiyoj. Qilgan ishingizni yetarli baholashni ham misol qilsa bo'ladi. Albatta, zo'r qilgan ishlaringizni yetarli baholash. Ya'ni ketkazgan resursingizni olqishlash sifatida. Biz suhbatimiz boshiga qaytamizda ayollarda kortizol yoki bo'lmasam stressga chalinish erkaklarga nisbatan bir necha barobar ko'p bo'ladi. Sababi aynan qadriyatlarga biz qaraydigan bo'lsak, ayol kishining vazifasi ko'pda. Bola qaraydi, munosabatlari bor, masalan, qaynonaga hurmat qilish kerak, e'tibor qaratish kerak, turmush o'rtog'iga qarash kerak, e'tibor qaratish kerak va bundan tashqari sotsial rollari bor ayol kishinida. Kenayi, misol uchun ustoz, farzand, opa. Endi qarang, mana shu oddiy qilib tushuntiraman. Sizga men topshiriq berdimda, topshiriqni bajarib keldingiz. Mendan nima kutasiz? Maqtov, rahmat yoki jarayonni o'sha yetarli baholash. Jarayonni yetarli baholash. Sizni rakursingizdan qarasak, misol uchun case study berdim sizga, aynan stress bo'yicha o'rganing dedim. Ayollarda qanaqa darajada dedim. Svetofor qay darajada? Svetofor, ya'ni stress degani svetoforni inobatga olaylik. Qizil darajadami, sariqdami yoki bo'lmasa yashildami stress. Siz aniqladingizda qizilda deb menga xulosa berdingiz. Men 4 baho qo'ydim. Sizning ruhiy holatingiz qanaqa bo'ladi bunda? Tushkun bo'ladi, chunki men o'zimning dunyoqarashimda jarayonni ajdar jangchi darajasida yakunlab keldim. Siz meni misol uchun panda deb ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ich-ichimdan men ajdar jangchisiman, lekin siz ko'zingizda panda. Xuddi shunaqa ko'ryapsiz, ya'ni kutuvlar bu yerda to'g'ri baholanmas ekan. Rahmat, borligi uchun rahmat. Hayotim borisan. Sen bo'lganing uchun oilamiz baxtli. Sen bo'lganing uchun afsusda emasman. Afsusda emas. Oddiy aytsa, shart emas uni Antaliyaga, Istanbulga olib borish yoki bo'lmasam boshqa. Hali uni ham olib borish kerak-ku, lekin o'sha paytda o'zida yo'q. Qanaqadir qimmatbaho emas, mehrli bir so'z, ya'ni qadrli to'yinishni his qilsin ayol. Yashay. Emotsional bo'shliq bo'lmasa. Xuddi shunday.